Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana bugungi sizlar bilan keyingi mavzuyimiz tabiiy resurslar va ulardan oqilona foydalanish bo'yicha men Ro'zi va Inobat Jo'rayevni olib boraman. Ya'ni mavzu bo'yicha tabiiy resurslar haqida ma'lumot va tabiiy resurslarning klassifikatsiyasi hamda tabiatni muhofaza qilishning aspektlari to'g'risida gaplashib olamiz. Bugungi kunda yer yuzida, ya'ni bizda ekologiyamizda tabiiy resurslarimiz asosan tugaydigan va tugamaydigan resurslarga bo'lib o'rganiladi. Mana bu rasmimizda ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni tugamaydigan resurslarni hamda tugaydigan resurslarni ko'rib olishimiz mumkin. Tabiiy zaxiralar tushunchasini ta'riflashdan oldin bu tushunchaning olimlar tomonidan turlicha talqin qilinishi aytib o'tish kerak edi. Ya'ni Gerasimov va Arman tabiiy zaxiralarga shunday ta'rif beradilar. Ya'ni tabiiy zaxiralar kishilar bevosita tabiatdan oladigan va ularning yashashlari uchun zarur bo'lgan vositalardir. Geograf Mintis tabiiy zaxiralardan foydalanish formalarini yo'nalishlarga qarab ularni iqtisodiy va siyosiy klassifikatsiya qilinishini birinchi o'ringa qo'yadi hamda so'nggi yillarda aholi sonining ortib borishi natijasida, ya'ni tabiiy resurslardan oqilona foydalanish so'nggi yillarda nihoyatda ortib bormoqda va asosan tugaydigan resurslarimizni bazasi yillar sekin, ya'ni aholi sonini ortib borishiga qarab turib ularni biz bir qancha tugaydigan tabiiy resurslarimizdan oqilona va sifatli tarzda unumli foydalanishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mukammalroq klassifikatsiya qilganda tabiiy zaxiralar quyidagilarga bo'linadi. Ya'ni moddiy ishlab chiqarish zaxiralari, ya'ni sanoatda yoqilg'i, metallar, suvlar, yog'och, taxta, baliq, qishloq xo'jaligida suv sug'orish uchun ovlanadigan hayvonlar va ishlab chiqarishdan tashqari sfera zaxiralarini, ya'ni ichimlik suvi, daraxtzorlar, kishilarni davolash uchun iqlim zaxiralarini tushunishimiz mumkin. Tabiiy resurslarni asosan yuqorida ham aytib o'tdik, tugaydigan va tugamaydigan zaxiralarga bo'lib oldik. Ya'ni tugaydiganlarga tiklanmaydigan zaxiralar yer osti boyliklarini, tugamaydiganlariga ya'ni quyosh radiatsiyasi, iqlim, kosmik atmosfera, o'simlik va hayvonot olamini va suvlarni olishimiz mumkin ekan. Va yer yuzida yetishtirilgan va dengizlardan olingan ozuqa mahsulotlari asosida 3,5 milliard aholi boqsa bo'ladi. Rus olimi, ya'ni Malinning hisoblashlariga ko'ra, quruqlikka faqat madaniy o'simliklar ekilsa, hosili 50 milliard aholini boqish mumkin. Dengiz mahsulotlari bir hujayrali suvoqlar uchun mahsulotlardan keng foydalanish uchun 290 milliard odamni ozuqa bilan ta'minlasa bo'lar ekan. Va sayyora katta, undan foydali yerlar maydoni 3,5 milliard gektarga yetadi. Shundan 1,4 milliardi madaniy yerlar, ekinzorlar, bog'lar, 1 milliard gektarga yerlar esa buzilgan yerlar hisoblanadi va o'simliklar o'stirish uchun keraksiz bo'lib qolgan tejamasdan ishlatilgan maydonlar 4 milliardgacha, cho'l, yarim cho'l, Arktika, Antarktika, yuqori tog'li cho'llar maydoni 3 milliard gektarni tashkil qilar ekan. Yer sharida 2,6 milliard gektar o'tloqzorlar mavjud bo'lib, 3 million gektar buzilgan, sho'rlangan, foydasiz holga kelgan. Foydali madaniy yerlar 50% hosildorlik qatlamini yo'qotgan bo'lsa, 600-700 million gektar yeri uchrab mahsuldorligi past bo'lgan yerlar hisoblanadi va yer yuzida o'zlashtirilmagan yerlarimiz 0,4-0,9 milliard gektarni tashkil qiladi. Qayta tiklanmaydigan resurslarimizga, ya'ni quyosh bitmas tuganmas resurs hisoblanib, ya'ni
o'sha issiqlik, yorug'lik bilan ta'minlaydi. Ya'ni yomg'ir, ko'llar jilg'alarni suv bilan to'ldiradi. Qachonki o'simlik fotosintez jarayonini amalga oshirsa, ular havoda kislorodni qo'shadi. Quyosh nuri suv va havoni qayta tiklanadigan resurslardan biri hisoblanadi. Mana bu rasmimizda tiklanadigan tabiiy resurslarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda daraxtlarning hozirgi holatini va 60 yildan oldingi holatini kuzatishimiz mumkin. Bunday holatlarga kelish, hozirgi kunda daraxtlarimizni bunday holatga kelishini biz ekologik muammolarimizdan turlicha sabablarni keltirib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qayta tiklanmaydigan resurslarimiz, ular avtomashina bilan sayohat qilishda foydalanamiz. Ya'ni plastiklar, bo'yoqlar, benzin qimmatbaho, qayta tiklanmaydigan resurslar bo'lmish neft yoki maydon ishlab chiqariladi. Neft mikroskopik dengiz organizmlarining qoldiqlarini 100 millionlab yil davomida burdalanib chirishi natijasida paydo bo'ladi. Temir, mis, oltin, kumush, uran boyliklari metallar hisoblanadi bu yerda. Va yana qattiq yoqilg'ilarimizni ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ko'mir, neft, tabiiy gazlar energiya manbai bo'lib tiklanmaydigan resurslardan biri hisoblanadi va qazilma yoqilg'ilarini aloqalari bo'ladi. Ya'ni qazilma yoqilg'i aloqalariga tog', ko'mir ekotizimlarini buzadigan yoqilg'ilar bo'lsa-da, biz uni qazib olishda ehtiyoj sezamiz. Qazilma yoqilg'ilarimiz yoqish, havoni zararlaydi. Tarkibida kislorod bo'lgani keraksiz gazlarni keltirib chiqaradi va alternativ energiya manbalariga, ya'ni quyosh nuri, suv, shamol, atom energiyalaridir. Bu energiya manbalari bitmas, tuganmas boyliklardan biri hisoblanadi va quyosh energiyasi ham tugamaydigan, bitmas, tuganmas boyliklarimizdan, resurslarimizdan biri hisoblanadi va undan keyingisi shamol energiyasi, ya'ni bu ham o'sha tugamaydigan energiya manbalarimizdan biri hisoblanadi. Shamol generatori sekundiga 3-4 metrdan yuqori tezlikda ishlaydi. Uning maksimal ishlash tezligi sekundiga 25-30 metrni tashkil qiladi. Ushbu rasmimizda ko'rishimiz mumkin. Va vodorod energiyasi keng qo'llash, atrof muhit tozaligida katta ahamiyatga egadir. Buni hammamiz yaxshi bilamiz va vodorod yo'nalishida ajraladigan issiqlik 28,000 kilokaloriya kilogrammga teng bo'lib, bu neft va neft mahsulotlarining issiqlik energiyasidan 2 barobar, ko'mirnikidan 4 barobar yuqoridir. Dunyo bo'yicha vodorod bir yilda 200 milliard metr kubni ishlab chiqaradi. Shuning yarmini ammiak, 30% ga yaqinini neftni qayta ishlash zavodida ishlatiladi. Vodorod asosan suvdan olinadi. Dunyoda birinchi bo'lib 1986-yil Yaponiyada oddiy suvdan vodorod olish tajribasi soatlik siklda 18 litr vodorod va 9,9 litr kislorod olingan.